Assalamu alaykum qarindoshlarım. Yaxshi tudinglarmi? Oldin qaytim degandek yozuvchi nurg'un qarindoshlar bir muncha topiklarni so'zlab biring deb temalarni deb ketdi. İki hafta burun paychaqninki o'zgarishini bozorninki nab turyapmiz deb so'zlagandek siyada. Bugun men endi oltin bozorni so'zlay. Buni qarindoshlar jiq so'rab ketdi, oltin bozor to'g'risida so'zlab bersangiz deb. Nima uchun shu yaqinqi 2-3 yilning ichida bu oltin bozor bunda qaynab ketdi? Nima uchun nurg'un kishilar dunyodagi savdo sanoatidagilar bu oltin bozorga so'zlashyotdi, nimaga bunday qiziq topiklar bo'lib ketib bordi deb. Endi buni biz asta bir ko'raylik. Oltin faqat bir metall emas, bu dunyodagi qo'rqinchliq umid va kuch o'zgarishninki, dunyodagi kuch o'zgarishninki aks ettirgan bir aynak. Iqtisod tavraganda oltin texmo paqrab ketdi. Pullar ojizlashib ketganda oltin tek turadi. Bugun biz bütün dünyadaki kişiler neyim için bu oltin hakkında sözleşiyordu? Bu belki moda emas, belki bir signaldır. Bizge bergen bir signaldır. Müştabihlarni oddiy kişilere, müştabihlarga, oltin setvilişte, oddiy kişiler siz bilen bizge okşaşlar. Oltin eliş, karar çıkırıştın burun, nimelerge dikkat qilishimiz kerak. Uni men aniq va oddiy qilib parchalab sizlarga ko'rsatib beray. Birinchi sirtmiga kelsak, oltin bo'lsa kishilar bir ishindigan bir mablag' silish usuli. Oltin bo'lsa bir haqiqiy fizikal mulk, faqat bu bir qog'oz pul emas. Krizis mezgillarda, pulning pahalashida, urush bo'lgan mezgillarda pullar ojizlab ketganda kishilar pullarini oltinga tegishib, bu yerdan bir panohlik tilaydi. Oltinni bir panoh tilaydigan joy deb biladi. Uchinchidan, siz bilan menga o'xshash odatdagi mablag' sog'uvchilardan boshqa yana o'tri banklar, markaziy banklar ularning nurg'unlagan asosliq oltinlarni tutib turdi. Hozir paketlar qarag'an chog'da hozir dunyodagi markaziy banklar yerdan qezib chiqqan oltinlarninki 17%ni dunyo miqyosida tutib turdi ekan. Bundaq bir darajalik ishonch oltinninki yer shari pul muomalasi rolini kuchaytirdi. Hem kuchaytirishga yordam beradi. Markaziy banklarninki shunday jiq bir sanda tutib turganligi. Endi 3-sertimga kelsak, oltinninki bahosini ko'tarayotgan omillar zodi nima? Shu bir necha yilning ichida oltinning bahosini ko'tarilib ketdi. Hammanglar ko'rib turayotgandek. Buningki birdan birinchisi haqiqiy o'sim. Muhim nuqtalarning birisi haqiqiy o'sim. Pulning pahalashishi odatdagi o'simdan ishib ketgan chog'da kishilar oltinga yuguradi. Masalan, siz bankka qo'yib pul qo'ysangiz,
bankınınki ösümü 5% bolsa, pulun bahalışı 3% bolsa, sizinki pulunuz haqiqiy ösüdigan 2%. Bu haqiqiy ösüm deymiz. Eğer bankınınki berdigan pulunu amanet koygan berdigan persentisi 5% bolup, pulun bahalısı 6% bolsa, siz bankaga 5% dep pul koyup koysanızmı, 1% pulunuz jıldı jutudu. Jutudu degeni sany jutup ketmeydi, sany şu turdu, onunki mal setip eliş iqtidari 1%-den düşüdü degen gep. Yani başka xelicik dövletler var, mesela Argentina, Türkiye, müştün içinde pulun bahalışı juqurgan çağda, haqlarınki puldu tutup duran, qoldaki pulu jıldan jılga acizlap ketidi. Sany özgermesini mal setiliş iqtidari tövellep ketidi. İkinciden, dollarınki düşüp çıkışımı altınınki bahasıga nayt muhim rolu var. Dollar acizlap kesse, altınınki bahası ösüdü. Çünkü altın dollarda bahalanıdı. Dollar bilen bahalanıdı. Şunun için dollarınki küçü bilen nayti muhim münasebet var. Mesela dollar acizleşip kesse, Avrupa'da, Asya'da altın aldığalla azırgarak puluna tegişip altın alalaydı. Bundaq bolganda altınınki bahasını iştirip yuqurga çıqaralaydı. Şunun için Amerikadaki dollar işletilganlar emas, başkalar üçün tələbi ösüdü. Ama dollar küçüyüp kesse, başka dövletdeki pullara nisbeten Amerika dollası altın kıymetlep ketidi. Çünkü başkalar pulunu dollara tegişip, cıq pulunu az dollara tegişip alıdı. Şunun için kıymetlep ketidi. Onda boğandan keyin bunağa boğan altın boğan talep tövenge düşse, altınınki bahası mı düşüdü. Neymiş için məbləğ sağıcılar bunağa köngül bölüdü desek, çünkü altın hemmişe pulunki acizliği ve pul pahalışıga karşı kural dep bilimiz tarihten burun. Şunun için kişiler naydı bununla köngül bölüdü. Mesela davamlıq kımış altını ilip sitip turduğalla bazarınki dollarınki körsetküçü var. DXY degen. Bunun ayti yıkından küstüp durdu. Eğer DXY yuqori chiqib ketsa, tushib ketsa, yuqori chiqib ketsa oltinning bahasi tuvallaydi. Agar DXY tushib ketsa, oltinninki bahasi yuqorilaydi. Yig'ib aytgan chog'da qisqacha dollar tushsa oltin chiqadi, dollar chiqsa oltin tushdi, ikkisi qarama qarshi. Shuni bilib olsangiz bo'ldi. Ondan başqa üçüncüdən mərkəzi banklarmı çoğ rol oynaydı. Aldınqı 3 yılның içində ular 1000 tonnadək dünyadakı mərkəzi banklar qoşulub 1000 tonnadək yılda altınni ivatıdı. Adətdə 3 yıldan burun adət şu 400-500 tonna otu hesabda alatdı. Dünyanınki altın könsülününki san sıfırlığı qarasaq şu məlumatlarını görmüz. 5-ci aydılar Mərkəzi banklar 20 tonnadək altını özünün zapası hesabətdə kırgızdı. Ondan 4-cüdən məbləğ sağıcılar altın ETF-gə cıq kırdı. Bizimki 9-cu ayda qarasaq 3-cü fəsildə 26 billion iqib kiribdi.
Hazır ETF 3838 hem aldın qetime kögünde şunçı tonna dek tutup duruyordu. İkinci fasıl qaraganca 6%'dak östi. Beşinciden unutup qalmaң, bu dünya miqyasidagi turaqsızlar, urushlar, savdo besimlari hammasi oltinning bahosini ishtirib chiqardi. Muşlar hammasi oltinning bahosini chiqargan al ahvollar. 4-nji serpini ko'rip baqayli. Muş 24-nji 25-nji yaqinqi yüzleşmeler altın qayaqlarga qanda bo'ladi. Altın muş 5 yıllam 50%'dak östi. Bir neçe gaybir sanspırat 60% östi deydi. Gayları 49% 9 deydi. Şunun qarğanca bir 50%'dak östi hazır. Hazır Merkezi bankalar yani şundaq aktiflik bilen altınlarını iwadı zapas pulga. Hazır muş altın zapas pulunki Merkezi bankalarının 20%'ni egellep boldy. Bu hem Eurodan mı işkette Euro hazır zapas pul Merkezi bankalarının zapas pulunki 16%'ni. Ama yani Amerika dollası en jiq zapas pul 46%'ni egelleydi. Şunun üçün bununki nispetini bilvarsınız özünüz köңlüňizde bir san boldu. Müşkilak 12 ayının içinde yana 95% bolğanmış o merkezi bankalar yana altınınki zapasını dehimi köpeytimiz degan qaraşlarını qılgan. Bu bolsa muş hazırki altınınki yölünüşe 24-25 yılları. 5-nji sırtını görəyli. 5-njisdə nima üçün məbləğ sağıcılar altını yaxşı görürdü. Birinciden şu pul pahalış və pulunki kursunki düşüşüge qarşı köş. Hedge against da qoymuş inglizce. Andan muş özünki məbləğ saldıgan portfolyoya məbləğ başqa payçəklər, zayımlardan başqa bunu köpləşdiriş üçün qoyduğan məbləğ saldıgan bir işəş kural. Köp xillaşdırış üçün özünki məbləğ sağıcı portfolyolarını birikmirsini. Paketlarga qarasaq 24-nji ýyldaki müşin nimege körüp kelsek 76%'deki maliye meseleçiler özünki xiridarlarga altından özünki müşü məbləğ siliş portfolyoga kirgizişini tavsiye qıpdy. Buralarda 41%, 35-40% şundaq eken. Menin kızımı bir maliye institutida Ali maliye məsləhət bergüçi. Eğer sizler altın yoki payçəklərə məbləğ salmız desanlar, mən bilan ayrım alaqlaşsanlar boldu. Mən sizlərni uçuruştup qoyman.
Amma eng az məbləğ sağandımı 250 min Amerika dollары buluş kerak. Minimum investmentə. Ondan başqa nima uchun mablag' sog'uvchilar oltin yaxshi ko'radi deganda, yuqori sap boyliqqa ega kishilar. Yuqori sap boyliqqa ega kishilar kim u desanglar, 1 milliondan 5 milliongacha naqd puli bor mablag' soldigan. Bularni yuqori sap mablag' sog'uvchilar deb biladi. Andan intayin yuqori sap boyliqqa ega kishilar ular bo'lsa 5 milliondan 30 millionga bo'lgan mablag' soldigan naqd puli bor. Investable asset mablag' soldigan sog'ini bo'ldigan mulklari bor deyli. Bunda desek biroz to'g'ri chiqadi. Pul naqd pullar emas, mulklari bor. Men hozir deyman, mulklarni men ichiga oladi, men so'zlab bo'lgandan andin yuksak sap boyliqqa ega kishilar uchinchisi. Bular 30 milliondan yuqori mablag' sog'ili bo'ldigan mulklari bor kishilarni yuksak sap boyliqqa ega kishilar deydi. Odatda birinchisi yuqori sap boyliqqa ega kishilar 1 milliondan 5 millionga mablag' soldiganlar jiqaroq uchraydi. Keyingisi sal ozroq uchraydi, ammo o'pchirimizda bor. Mablag' solg'ini bo'ladigan mulklar degan nimalarni ichiga oldi desangiz, ular oldida shu ichida odatda naqd pul, paycheck, zayom, mutual fund, andan mablag' solgan uy mulklar o'z o'rtog'ini emas, o'zining o'rtog'i uydan boshqa mablag' solgan ijaraga bergan uylar ya bizneslar. Shularni hammasini mablag' solg'ini bo'ladigan mulklar deb araymiz iqtisodda, moliyada. Banklarning ichidami shundoq alaydi yuksak sap mablag' ega kishilarga alaydi mulozimalar qiladigan nimalari bor. Bu bo'lsa private bank deydi, xususiy bank deb har qanday cho'ng banklarda odatlik bankdan boshqa yana xususiy banka, private bank deb ayrim olib qo'ydi. U vaqtda shundoq boylarni ayrim kutib oldigan, ayrim bular uchun mablag' sepirdigan kishilar bo'ldi. Hamma cho'ng banklarda bor bu. Xo'sh, 6-chi sirtmoq kelaylik. 6-chi sirtm bo'lsa xatar va xato qarashlar oltinga bo'lgan. Birinchidan oltin hech qanday sizga o'sim bermaydi. Oltin qo'yib qo'ysangiz sizga unda har oyda, har yilda kirim kirmaydi. Boshqa mulklarga o'xshash, paychaklarga o'xshash oltinmi yuqoriga chiqib tushib turdi. Shuning uchun agar yuqori bahoda olgan bo'lsangiz, sotish to'g'ri kelsa, undan ziyon tortasiz. Uchinchidan bo'lsa, physical, işte oltinni tutib tursangiz, masalan, oltin kesak, oltin tanga degandek. Buningki saqlaydigan bir joy kerak. Banklar berib, bankdan olaydan saqlaydigan yerlar bor. Uningga pul to'laysiz, bekor saqlab bermaydi. Sug'urta ilishingiz kerak, chunki bir o'g'lab kelsa oltiningizni to'lab berdiganga. Ondan keyin bundaq physical oltin ilish uchun oltin bozordan yuqoriroq bahoga olasiz, sotgan chog'da oltin bozordan tuvan bahoga sotasiz. Shuningdimi, kirish chiqishning bahosiningki farqi bo'ldi. To'rtinchidan, masalan, oltin ETF'larni olsangiz, ularning boshqarish puli bor. Yilda 0,25dan 0,4%gacha oladi. Andin ushaq-tushaq mablag' sog'uvchilarga ETF'ga, u ETF'dan yana
ras altın, physical altınğı teyişmədisiniz, tekişəməysiz. Çoğ məbləğ sağıcı bolmasa uşaqlarınınkini anca tegişki kıyım boldu. Şunun üçün altını sihirlik bir məbləğ siliş dep oylamaң. Uningmi shu suvda cheklanmalari bor, xatiri bor. Shuni esingizda tutsangiz bo'ldi. Andin 7-chi sirtimga kelaylik. 7-chi sirtimida kishilar qandaq oltin olma desam qanday mablag' solmayman, nega berib mablag' solmay, qanday olaman deb so'rashinglar mumkin. Konkretni ahvol. Agar siz physical altın olma desangiz, masalan, kesak altın, tanga altın, ziynat buyumlarni elishingiz kerak o'zingiz. Andin yana ETF orqali ya mutual fund orqali ular o'ngayroq o'zingiz mablag' solgan banklarga ya moliya institutlarga berib hisobot ichib shu yerda olsangiz bo'ldi. Uni setishga o'ngayroq, naqd pulga aylantirish. Undan boshqa yana shu oltin qozgan kanlarninki pay cheki ETF'larni olsangiz bo'ladi. Buni mablag' solsangiz bo'ldi. Ammo bular shu şirketlerninki kıyım xatlarları siz bilen birlikte keldi. Çünkü o şirketlerden bayram bolsa sizin pulunuz yo'qolib ketadi. Uni esingiz tutishingiz kerak. Yana 4-dan raqamlik yoki belga xarakterlik oltin, futures, options degan ashundaq oltin oldigan boshqa qurollar bor. Meyada ma ko'rsatmada boshqa bir necha oltinninki simvollarini chiqarib qo'ydim. Masalan, physical oltin olsangiz, boyaqa degandek kesak oltin, tanga, zubi ziynatlarni oltin uzuk halqa bilazish degandeklarni olsangiz, bularninki endi xatarligi tuvan, ammo uni naqd pulga aylantirishingizmi tuvarak bo'ldi. ETF alsanız bularninki bir necha muhim simvolları var. Ma o'tirg'i chiqarib qo'ydim. Mana GLDIAU, GLDM degan bularning xatarligi o'tirancha naqd pulga aylantirishi yuqur. Naqd pul setiyman desangiz. Ondan keyin oltin qazadigan shirkatlar mana bir necha simvollarni chiqardim bu yerda. Mutual fund, ko'rsatkich fondlar degandek. Bularning xatarligi o'tirancha tez pulga aylantira olasiz. Futures option digital raqamlik oltinlar degan bular odat kishilar buni aytib tushunganlar olmasa ancha buni qilmaydi. Odatki siz bilan mendek odamlar normalli holda shu birinchi physical ziynatlarni oldiganlar, tangalarni oldiganlar ya bo'lmasam shu mutual fund, ETF ya bo'lmasa u indeks ko'rsatkichlarni shularni oldi. Agar rost olma desanglar, shulardan foydalansanglar bo'ldi. Xo'sh, endi yana bir 8-slaydga kelaylik, 8-sirtimga. Bunda kimlar oltinga mablag' soldi? Odatda kimlar oldi oltinni? Degan chog'da birinchidan boy degandek markaziy banklar va egillik huquqdorlik organlar. Bular hamisi oltinga mablag' soldi. O'ziniki mablag' silishni ko'p qismlashtirish uchun hamda urushlarga davlatlarninki orasida bo'lgan shulardan pullarning ojiz bo'lib ketishdan saqlanish uchun.
İkinciden institutlar, məsələn, pensiya pulunu başqurduğan degəndək işte çoğun institutlar altın alıdı. Andın katlı bayla bay degəndək üç xil bayını göstərdik. Ulamı özünki məbləğ sağını köp xillaşdırış üçün altınğa ilib məbləğ sep qoydu. Ondan başqa siz bilan bizga o'xshash odatdagi mablag' sog'uvchilarmi? O'ziniki mablag' silish portfoliosini ko'p xillashtirish uchun 5%dan 15%gacha degandek oltinga mablag' sep qo'yib qo'ydi. Xo'sh, endi ups. Bir söz kelib qoldi. Endi asosligi nuqtalar oltin degan ham tezlikdan boy bo'g'ilmaydigan bir mablag'. Ama bexatarlikni tutib turadigan, pulning baholashini saqlaydigan boy deb o'tib ketdik. Shu oltin mablag' silish uchun siz cho'qim pulning o'simini, dollarninki qayoqqa midirayotganini, ojizlayotgandu, chuqurlayotgandu, markaziy banklar iyotgandu, bu mablag' saqlashlarning iqimi qayoqda? Shularni yaxshi tushunishingiz kerak. Altın arqılıq qoğdaş və köp xillashtirish kerak. Altından kirim olma degil bo'lmaydi, chunki oltin sizga kirim bermaydi. To'rtinchidan har doim oltinninki xatarligi bor. Ham uningki ilish uchun, uning chiqimi bor. Shularni esingizda tutishingiz kerak. Beşinciden odatdagi mablag' saqlovchilarga biz 5dan 15%gacha o'zining portfolioning ichida undan ishib ketmaslik kerak deb tavsiya qilamiz. Siz o'zingiz olgan chog'da o'zingizni ahvoliga qarab shu ishni tutishingiz kerak. Yani oxirida o'zimiz diqqat qildigani bir necha nuqtalar. Oltin olgan chog'da har doim son-sifatlarni qaytadan tekshiring, chunki oltinning bahosi davomli o'zgarib turadi. Tunugun ko'rgan baho bugungi tushmaydi. Shuning uchun diqqat qilish kerak. Andan oltin faqatla sizning cho'ng bir portfolio, mablag' saqlanganki bir kichik qism bo'lishi kerak. Masalan, 100 ming mablag' saqlagan bo'lsangiz, o'shmagan paychaklarga oltin 5 ya 15% bo'lishi kerak. Ana oltin üçüncüden her bir qitim bir shundaq bir krizislarga uchragan chog'da odatda haqlar shu pulni bexateriyaga yutkaymiz deb oltinga yutkaydi. Siz olamsiz yoki olmamsiz oltinni shu vaqtida. Ammo butun dunyoda men bayqaydigan omillarning hammasi qandaq midirlayotidi, qayoqqa iqiyotidi. Shuni yaxshi tushunib ilishingiz kerak. Shavqin bilan tanqid qilmay, signalga quloq solishingiz kerak. Bu nihoyat muhim. Endi men bu materiallarni sizlar bilan bahslandim, faqat oltin bozorining nimalar oltinga bozorga ta'sir qiladigan omillarni tushunish uchun men buni iqtisodiy
məsləhət beriyatmayatman. Məbləğ siliş, altınğı məbləğ siliş məsləhət emas, faqat sizlər üçün faqat bir düşünüş. Bu son altın bazarda dep sözləvatman. Həmminlarga rəhmət. Andan meningki axırsı dep qoyduğunum şiir güzelligi bilen billa maliye, iqil parasiti, sannati ustida izlanish degan bir kanalim bor. Shu kanalninki ismi mablag' silish va amaliy tushunchalardan tafakkur qiladigan bir kanal bu bir. Agar siz mushunaqa mazmunlarni yaxshi ko'rsangiz, mushtariy bo'ling, savol so'rang. Men kelasi qitimqi darsimda texmi ochiq qilib so'zlab berishni tirishiman. Hammanglarga rahmat. Xo'sh, Allohga omonat.